Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli Denovliklar va shahrimiz mehmonlari. Bugun hozir sizlarga shu Denov shahar eski bozor hududidagi yangi proyekt bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan ekan. Xo'p, mana bu Denovda eski bozorning holati deb qo'yilgan. Endi buzilgandan keyingi holat rasmlari tushirilgan. Xo'p, bu yerda mana Denov Mall deb yozilgan. Ana bu yangi holati. Endi sizlarga bafurcha bitta tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda mana kartadan o'zimiz turgan joy topa olamiz. Xo'p, kartadan ko'rib turibsiz, bu tarafdan Univermak taraf ketiladi. Mana bu yerda madrasa joylashgan. Xo'p, kelinadi mana bu Denov bu taraf. Fontan bu tarafda joylashar ekan. Ko'pchilik Chorsu tarafda joylashadi deyapti, lekin nima bo'yicha, plan bo'yicha bu tarafda, Denov bu tarafda. Ya'ni kafolat tarafda fontan joylashadi. Xo'p, yana tushib kelinadi, bu mana qabristonga qarab ketiladi. Mana bu qabristonning hududi. Endi bir boshdan ham bu yerdan ham rasmlardan birga bir qilib tanishtirib o'taman. Xo'p, mana bu birinchi ikkita katta zdaniya, ikkalasi ham 5 qavatlik savdo markazi bo'ladi, ya'ni mall bo'ladi, o'rtada yo'li bor. Xo'p, endi bu bunaqa mashina yo'li emas, trotuar yo'l. Mana ko'rib turganingizdek. Xo'p, mana bu fontan o'sha Denov tarafdan yashil zona, endi aylanadigan, horda chiqaradigan joy. Mana bu 5 etajli savdo markazi, ya'ni mana bu fontan, orqasida joylari bor. Xo'p, yana mana shu zdaniyani aytilyapti. Mana bu tarafda ham ko'rinyapti, mana fontani bor. Zdaniya, endi orqasidagi domlarni ham hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, bundan keyingisi ham 5 etajli ya'ni savdo markazi, uni rasmini mana bu tarafda bor ekan. Mana bunaqa bo'ladi. Tepadan ko'rinishi mana. Xo'p, Chorsu tarafdan ko'rinishi mana shunaqa bo'lar ekan. Ya'ni 5 etajli savdo markazi bor, keyin ustidan o'sib chiqqan 16 etajga domlar ham qo'shilib ketgan. Ya'ni mana bu savdo markazi ustidan ko'tarilib ketgan 16 etajga domlari ham bor. Xo'p, undan keyin bu yerda aylanasiga mana ko'rib turganingizdek, hammasi 16 etajga domlar. Mana o'rtada ham bor. Hammasi shu 16 qavatlik turar joylar. Mana bu yashil joy, bolalar maydonchasi. Keyin bu yerda trotuarlar bor. Keyin yer osti avtostenkalar ham qurilar ekan bu yerda. Plan bo'yicha yozilgan. Mana shunaqa o'zi ikkita mana shu katta joy Denov Mall bo'ladi. Bu taraf bor turar joylar, yashash 16 etajli domlar bo'ladi. Endi mana bu hozir qurilish jarayoni 16-aprel 2026-yildagi ko'rinishi hozir. Mana bu tarafda ham rasmlari bor. Bu Denov bu taraf, mana fontanlari, mana ko'rinishi burchakdan. Mana bu o'sha Chorsu tarafdan ko'rinishi mana bular. Mana bu ham xuddi shunday katta bo'ladi, mana oynasi ham bo'lar ekan. Mana shunaqa holat. O'zlaringiz kelib ko'raman desalaringiz, mana shu Indianing savdo markazidan o'tib kelishdan Denovga qarab ketishda mana tayyor qilib qo'yilgan. Bemalol o'zlaringiz kelib ham ko'rishingiz mumkin.